O'rtoqlar, shu kunga qadar jarimalarni xilma-xilini ko'rdik. Deylik, 778 davlat raqam belgili transport vositasining jarimasi 773 ga, Jiguliniki Sparkga, Sparkniki Lacetti'ga, Lacetti'niki Malibuga, hattoki evakuator ustida turgan avtomashinaga ham jarima yozib ko'rishdi. Yaqinda davlat raqam belgisi bo'lmagan BYD'ning jarimasini qoidaga amal qilib turgan uning yonidagi Lacetti'ga ilishdi, qo'pol qilib aytganda. Ammo men hozir aytadigan jarima haqida eshitmagansizlar, ko'rmagansizlar. Egnimdagi qora futbolkani oqartirib, xavfsizlik kamarini fotosuratga qo'shimcha ishlov berish vositasi orqali o'chirib tashlashgani haqida eshitganmisizlar? Ya'ni taqilgan kamar o'chirilib, qora rangli futbolka oqartirilib, qoidaga amal qilib turgan haydovchilarni qip-qizil huquqbuzarni kashf qilishgani haqida eshitganmisiz? Biz ushbu jarima qarorini ekspertizaga berib, ekspertiza orqali agar haqiqatdan ham o'sha fotosuratga qo'shimcha ishlov berilganligi tasdiqlanadigan bo'lsa, ushbu jarima qarorini ma'muriy amaliyot bo'limiga yuborgan tadbirkor yoki bo'lmasam ushbu jarimani rasmiylashtirgan inspektorga nisbatan qonun doirasida chora ko'rilishini talab qilmoqchimiz. Ochig'ini aytsam, ichki ishlar organi xodimlari yoki bo'lmasam ma'muriy amaliyot bo'limi va haydovchilar o'rtasiga kim nifoq solmoqchi? Yoki bo'lmasam odamlarda aynan ma'muriy amaliyot bo'lib, umuman ichki ishlar organiga nisbatan norozi kayfiyat uyg'onishidan kimlar manfaatdor? Buni albatta tagiga yetish kerak. Umid qilamanki, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, xususan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi bu holatga tegishli munosabatini bildiradi va biz har qanday yozma murojaatlarni amalga oshirishga tayyormiz.